Bugungi darsimiz o'quvchilar uchburchak va piramida. Bu uchburchakli piramidamizning uchi, ana bu osti esa uning asosi. Asosi ixtiyoriy ko'pburchak, yon-yoqlari esa uchburchakdan iborat shakl piramida deb atalar ekan. Biz piramidamizning nomini o'quvchilar uning asosiga qarab bilib olar ekanmiz. Hozir bu piramidamizning asosi uchburchakdan iborat. Shuning uchun bu uchburchakli piramida. Ana bu yog'i nima ekan qo'chilar? Ana buchi? Ostichi? Asosiga qarab bilib olar ekanmiz. Bu o'quvchilar to'rtburchakli piramida. Buning asosi to'rtburchak shaklidan iborat. Shuning uchun biz buni to'rtburchakli piramida deb atar ekanmiz. Tushundingizmi?